Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Uldon Oyxon onajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, bog'landingiz. Onajonim, yaxshimisiz? Salomat yuribsizmi? Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Tashakkur ilohim, yaxshi bo'ling. Ayni daqiqalarda biz sizga qalbimdagi qadrdonlarim tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilib bog'landik. Loyiha boshlovchisi Samiraxon bo'laman. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi, mehribonim? Yo'q. Minnatdorman, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor onajonim, shunday ajoyib va go'zal kunning qirolichasi ekansiz. Shu munosabat bilan biz ham sizni bugungi quvonchli bo'lgan tug'ilgan kunlaringiz, qarshilagan yana bir muborak yoshingiz qutlug' bo'lsin deymiz. Ha, rahmat qizim, rahmat. Ilohim onajonim, hech qachon kasal bo'lmang. Hayotingiz davomida 80 yoshdan sakrab, 90 bilan to'qnashib, inshaalloh 100 yoshlardan oshib, yaqinlaringizni baxtiga doimo omonlikda o'ynab, kulib hayot kechiring onajonim. Rahmat. Tashakkur. Bugun bilasizmi bizning loyihamizga? Sizni juda yaxshi ko'ruvchi, juda ham qadrlovchi, qalbingizga yaqin bo'lgan insonlaringiz tomonidan sizga atalgan tabrik xatlari yetib kelgan ekan. Onajonim, shu o'rinda bir savol bilan yuzlansam sizga. Nima deb o'ylaysiz? Aynan bu tabrikni bugun sizni nurli yuzingizga chiroyli tabassumni hadya qilish uchun qaysi bir yaqiningiz, mehriboningiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Ullarim makan ya qizim makan. Qaysi birlardan ko'proq kutgan bo'lardingiz bugun bunday alohida e'tiborlarni? Rossiyada ullarimdan kutgan bo'layapman. Albatta onajonim, mashalloh deyman, chunki bu musofirda sizni juda ham sog'ingan o'g'illaringizga bo'lgan mehringiz sizni hech ham adashingizga yo'l qo'ymadi. Haqiqatdan ham bugun aynan loyihamizga siz haqingizda so'raganimizda onajonimizga bermang baho, bizning onajonimiz bebaho deya ajoyib ta'riflarni bergan, ko'z qorachig'ingizdek asrab, avaylab katta qilgan dilbandlaringiz, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi va hozirda musofir yurtda bo'lgan o'g'illaringiz Mansurjon, Xayrullo va Samariddinjon akajonlarimiz birgalikda murojaat qilgan ekanlar. Ilohim baxtlarga doimo siz ham omon bo'ling onajon. Ha, rahmat qizim. Bor bo'ling. Ularga esa tilakdosh bo'lib umr yo'ldoshingiz Xolboy otajonimiz inshaalloh sizlarga jannatlarni hadya qiluvchi qizlaringiz Mag'firatxon va Urazgulxon opajonlarimiz. Qolaversa yana bir suyanch tog'ingiz bo'lgan o'g'lingiz Fathullo akajonimiz, sizni juda ham hurmat qiluvchi, sizdan juda ham minnatdor bo'lgan kelinjon qizlaringiz Ra'noxon, Matlubaxon, Shahodatxon va Oydinoyxon opajonlarimiz, joningizga jondosh bo'lgan jigaringiz Xudoyberdi otajonimiz va jiyaningiz Xurshidxon opajonimiz hamda bir-biridan sevimli bo'lgan nabirajonlaringiz Muzaffarjon, Parvinaxon, Sunnatjon, Mirzabek, Mustafojon, Muhammadjon, Shirinoy, Nozimaxon, Shuhratjon, Solihaxon va Shodiyaxonlar ham sizni tabriklab, hammalari sizga uzoq umrlarni tilab, ushbu tabriknoma xatlariga hamrohlik qilmoqdalar mehribonim. Rahmat. Bor bo'ling onajon, ilohim ana shu sizni yaxshi ko'rgan barcha yaqinlaringizni baxtiga Allohim umringizni uzun va ziyoda qilsin. Siz ham shuncha paytlardan buyon doimo sizga hamroh, yelkadosh bo'lib kelayotgan umr yo'ldoshingiz Xolboy otajonimiz bilan birgalikda farzandlaringizni doimo rohatli kunlarda, nabirajonlaringizni esa kelajakda katta yutuqlarga guvoh bo'lib ota-onalari qatorida ortlarida sizlar ham rahmatlari eshitib huzur halovatda umr o'tkazing deya ikki dunyoning saodatlarini ham sizlar uchun tilab qolamiz mehribonim. Rahmat qizim, rahmat. Tashakkur. Ana endi esa men sizni yana birozgina qimmatli vaqtingizni olsam-da, musofir yurtlarda yurib sizni juda ham sog'ingan, bir-biridan aziz bo'lgan o'g'illaringizni tabrik so'zlarini ham sizga o'qib yetkazib qo'ysam maylimi? Mayli. Minnatdorman, unda diqqat qilasiz. Men o'qishni boshladim.
Onajon, yaxshilik qil, odam naqshi degansiz-ku. Yaxshi bo'lsang hamma yaxshi degansiz-ku. Ko'p yaxshini ko'rdim onajon, lek o'zingiz yaxshilarning eng yaxshisi ekansiz-ku. Assalomu alaykum. Ta'rifi tugamas jonkuyar mehribonimiz. Bizga yurishni, gapirishni, hayotni oq-qorasini o'rgatgan poylari jannatimiz. Bizlar uchun dunyodagi eng qimmatbaho xazinamiz, boyligimiz. Siz bizni o'sha she'rlarda ta'riflangandek metin-bardoshli onamizsiz. Yuzlariga ajin tushgan, ammo dunyodagi tengsiz chiroyligimizsiz. Avvalambor Allohimga sizni boringiz uchun ming bora, million marotabalab shukrlarimizni aytgan holda, onajon, sizni bugungi qutlug' ayyomingiz bilan chin yurakdan barcha yaqinlarimizni, oila a'zolarimiz nomidan ham tabriklaymiz. Nur yuzli, jannati forlari keluvchi dunyodagi eng qadrli insonimiz, barchaga aziz bo'lgan volidamiz, bugun biz sizga va otajonimizga shu tug'ilgan kun tabrigi orqali hammasi uchun rahmat aytmoqchimiz. Dunyoga keltirganingiz, yaxshi tarbiya berganingiz, bizni ana shu kunlarga yetishimizga sababchi bo'lganingiz uchun. Aslida rahmat aytamiz desak sabablarimiz bisyordir, lekin eng avvalo Allohimga rahmat aytamizki, sizlardek insonlarning farzandi bo'lib biz dunyoga kelganimiz uchun. Kasal bo'lsak kechalari mijja qoqmasdan bizga qarab chiqqansiz. Hamma injiqliklarimizni ko'targansiz. Nohaq bo'lsak-da bizni tushunib, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan onajon. Hech kimdan kam qilmasdan katta qilgansiz. Sizni xafa qilib ranjitgan vaqtlarimiz bo'lgan. Shunda ham doimo biz bilan edingiz. Bizni hammasi uchun kechiring onajon. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizga qancha ta'rif bersak-da shuncha kamdir. Ilohim otajonim bilan doimo siz baxtimizga omon bo'lib, qo'sha qarib baxtiyorlikdan kulib, quvonib yuringlar. Onajonim, sizga dunyodagi jamiki yaxshi tilaklarning eng a'losini tilaymiz. Siz bizni jannatimiz, otajonimiz esa davlatimizsizlar. Ilohim har ikkingizni ham umringiz uzun bo'lsin. Bunaqa quvonchli va xursandchilik onlari oilamizni hech ham tark etmasin asla. Asosiysi baxtimizga doimo sizlar sog' va omon bo'linglar mehribonim. Sizlar biz uchun dunyodagi eng yaxshi ota-onasizlar. Sizlardek insonlarga farzand bo'lganimizdan doimo biz faxrlanamiz. Sizlarni hammamiz juda yaxshi ko'ramiz va juda ham sog'indik. Boringizga shukr mehribonim. Bugungi tug'ilgan kunlaringiz sizga yana bir bora muborak bo'lsin onajonim. Mening onam dunyodir, mehr to'la daryodir, zimistonda yo'limga nur to'shagan ziyodir. Mening onam bir daraxt, jannat poyidagi taxt, bu ikkinchi olamda onam omad, onam baxt. Mening onam hayotdir, ko'nglimdagi bayotdir, u bor ekan to abad, mening qaddim shamshoddir deya sizga biram chiroyli ta'riflarni berib o'tgan musofir yurtdagi siz ham juda ham sog'ingan o'g'illaringiz barcha yaqinlar nomidan ham tabriklab qo'yib, bugun yoningizda bo'la olmasalarda yurak so'zlari bilan ajoyib tarzda siz tomon tabriklarni yo'llabdilar. Qabul qilib olasiz onajonim. Rahmat. Tashakkur onajon. Allohim sizdan rozi bo'lsin. Biz uchun qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglaganingiz uchun. Ularga uzoq umr tilayman, baxt, saodat tilayman. Ularım baya o'ynab kulib, sog' salomat Rossiyalardan ishlab kelsin Xudoyjon. Allohimning o'zi quvvat bo'lsin. Men ham ularımda juda yaxshi ko'raman. Kelinlarimni ham, qizlarimni ham hammasini yaxshi ko'raman. Dunyo turguncha tursin, menday qarib, nevara-chevaralar ko'rib yursin. Ullarim ham, qizlarim ham, kelinlarim hammasi. Tashakkur mehribonim. Allohim sizdan ham rozi bo'lsin. Ilohim har bir niyat va duolaringiz ijobat bo'lsin. Aytganingizdek ilohim musofir yurtga ketgan farzandlaringiz ham nima niyatlarda ketgan bo'lsalar, hamma niyatlariga yetib, yaxshi kunlarda yorug' yuzlar bilan bag'ringizga to'lib toshib qaytishliklarini Robbimning o'zi nasib va ro'z aylasin. Sizni ham fayzli xonadoningizni bugungidek quvonchli daqiqalar hech ham tark etmasin onajon. Rahmat. Qizim ham umrim uzoq bo'lsin, baxt, saodatli bo'lsin qizim. Ishlaringning omadini bersin, o'ynab kulib, sog' salomat yurgin senem qizim.
Iloho, men tashakkur onajonim. Sizni o'zingiz ham bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ring. Ko'rganingiz esa har doim mana shunday hurmat, e'tibor, yaxshi kunlari faqat to'ylar bo'lsin. Oila talmish qo'rg'oningizda esa baxt va baraka farishtalari uchib yurib, hayotingiz yanada shukrli kunlarga boy bo'lsin, mehribonim. Ilohi, amin. Onajonim, bugungi ayyomlar sizga yana bir bora qutlug' bo'lsin deya sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi o'g'illaringiz nomidan sizga atalgan ajoyib va go'zal taronani ham siz tomon yo'llab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Mayli, rahmat sizga. Tashakkur. Omon bo'ling onajon. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il va qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, bo'lesginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri tengsizim. Tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim dilbarim, oy jannat